Dushman kelin 116 qismda. Menimcha, eng xavotirli narsa katta janjalning boshidanoq portlab ketishi emas. Aslida, Komilning uyida hamma narsa sekinasta o'z joyidan siljayotgandek tuyuladi. Eski bir gap tilga olinadi, hech kim ko'rmaydigan bir nigoh seziladi, sukunat biroz cho'ziladi va shundan keyin nikohning ichida mayda yoriq paydo bo'la boshlaydi. Bu safar Robiya faqat ko'z oldidagi zulmat bilan yuzma-yuz kelmayapti. U aytishga ogirroq bo'lgan qo'rquv bilan ham kurashyapti. U eng ishongan eri bir paytlar yuragining eng chuqur joyini boshqa bir ayolga bergan bo'lishi mumkinmi? Bundan ham alamlirog'i, o'sha ayol hozir uning yonida juda yaqin turibdi. Gulbahor bu uyga yordam berayotgan odamdek kirib kelgan. U ovqat qiladi, qarashadi, muloyim gapiradi, hech narsani oshirib yubormaydi. Lekin aynan shu oddiylikning o'zi voqeani bezovta qiladi. Chunki odam ochiqcha chegaradan oshsa, undan ehtiyot bo'lish oson. Ammo hamisha odob bilan turadigan, ohista gapiradigan, kerak joyda bir qadam ortga chekinadigan ayol. Robiyadek yaralangan odamni yanada xavotirga solishi mumkin. Menimcha, bu qismda Robiyaning munosabati o'zgara boshlaydi. U endi to'g'ridan to'g'ri so'ramaydi, shovqinli rashk ham qilmaydi. U jimroq bo'ladi. Lekin shu jimlikning o'zi qo'rqinchliroq. Chunki ko'zi ko'rmay qolgan ayol ba'zan yuragi bilan eshitadi. U Komilning Gulbahor ismini qanday aytishini eshitadi, ovozi yumshab ketadimi? Yo'qmi, sezadi. U xonaga kirganda ikki odam orasida cho'zilib qolgan sukunatni ham ilgaydi. Balki Robiyaning o'zi ham shubha qilishni xohlamayotgandir. Lekin u qancha o'zini bosishga urinsa, eshitgan gaplarini shuncha unutolmaydi. Komil bilan Gulbahorning bir paytlar bir-biriga ko'ngil qo'ygani endi oddiy yoshlik xotirasi bo'lib qolmaydi. Robiya uchun bu go'yo o'z uyining o'rtasida turib qolgan bir soyaga aylanadi. Vaziyatni portlatishga yaqinlashtirayotgan odam esa Komri. U 60ni yaratmagan, lekin uni eng nozik paytda yana kovlab chiqargan odam. Komri go'yo shunchaki eski gaplarni aytayotgandek ko'rinadi, ammo uning har bir so'zi Robiyaning yarasiga tegadi. Ayniqsa, agar o'shanda to'siq bo'lmaganda. Balki Gulbahor Komilning xotini bo'lardi, degan mazmundagi gap bu Robiyaning ichidagi eng chuqur qo'rquvni uyg'otadi. Bunday gap boshqa odam uchun oddiy, bexosdan aytilgan so'z bo'lishi mumkin. Lekin Robiya uchun u bexosdan aytilgan gap emas. U o'ziga savol bera boshlaydi. Men chindan ham tanlangan ayolmanmi, yoki boshqa bir tanlov amalga oshmagani uchun shu uyga kelgan odammanmi? Bu juda og'riqli shubha. Chunki uning qo'lida aniq dalil yo'q, lekin yuragidan ham ketmaydi. Komil ham bu joyda juda qiyin holatga tushib qoladi. Agar u jim tursa, Robiya uni nimanidir yashiryapti deb o'ylaydi. Agar ko'p tushuntirsa, u Gulbahorni himoya qilyapti degan taassurot tugiladi. Agar bu gapni boshqa ko'tarmanglar desa, voqea yanada aytilmas sirga o'xshab qoladi. Erkak xotinini chin dildan yaxshi ko'rishi mumkin, lekin birgina noto'g'ri harakat ham ayolga o'zini chetda qolgandek his qildiradi. Men Komil ataylab Robiyani ranjityapti deb o'ylamayman. Ammo u hozir xotiniga ko'p o'ylama degan gap yetmasligini tushunmayapti. Robiyaga bundan aniqroq so'z kerak. U birinchi o'rinda ekanini eshitish kerak. 60 tugaganini, bugungi kunda uning o'rnini hech kim bosa olmasligini eshitish kerak. Ammo masala shunda, Komil buni Gulbahorning oldida ham ayta oladimi? Mana asosiy tugun shu yerda, chunki u faqat Robiyani yolg'iz yupatsa, bu yetmaydi. Faqat Gulbahordan chetlashsa ham masala yopilmaydi. Tomoshabin kutadigan lahza, Komilning ochiq tanlov qilishga majbur bo'ladigan oni.
Bu kimni sevishini tanlash emas, bu eng zaif paytidagi xotinning ko'ngliga xavfsizlik berishni tanlashdir. Shu paytda Sobir ham akasining uyida nimadir noto'g'ri ketayotganini sezishi mumkin. U Komilning haddan ortiq gapirib yuborganini ko'radi. Robiyaning jimligi odatdagidan boshqacha ekanini payqaydi. Komilning charchaganini sezadi va ehtimol Gulbahor juda nozik joyda turganini ham tushunadi. Lekin Sobir Komilni qancha to'xtatishga urinsa, u shuncha o'zini haq deb biladi. Komil esa Gulbahorning bu uyga kelishi oddiy yordam emas, degan gumonga borishi mumkin. U o'zicha savol beradi, nega aynan Robiya eng zaif paytida Gulbahor paydo bo'ldi? Nega Komil eski muhabbati bo'lgan ayolga hanuz muloyim? Agar hammasi pok bo'lsa, nega hamma o'tmishni tilga olishdan qo'rqadi? Bu savollar to'liq haqiqat bo'lmasligi mumkin. Lekin Robiyaning yuragini parcha-parcha qilishga yetadi. Bu guruhning eng keskin nuqtasi, menimcha, Robiya endi ichidagini yutib turolmaydigan paytda keladi. U Komildan Gulbahorni uydan chiqarib yuborishni so'rashi mumkin. Bu Gulbahordan nafrat qilgani uchun emas. Balki har kuni erining yuragidan bir paytlar o'tgan ayol bilan bir uyda yashashga ortiq chiday olmagani uchun. Agar Komil darhol rozi bo'lsa, u Gulbahorni ranjitadi. Ammo agar u ikkilanib qolsa, atigi bir lahza bo'lsa ham, Robiya buni eng og'riqli ma'noda tushunadi. Uning uchun bu ikkilanish Gulbahor hali ham Komilning ko'nglida qandaydir joy egallab turganini tan olish bilan barobar bo'lib qoladi. Aynan mana shu narsa bu qismni kutishga arziydigan qiladi. Bu yerda kurash kim haq, kim nohaq degan joyda emas. Robiyaning ranjishga haqqi bor. Komil xiyonat qilmagan bo'lishi mumkin. Gulbahor hech bir chegaradan o'tmagan bo'lishi mumkin. Komil esa oilani asrashni xohlayotgandir. Sobir ham faqat tinchlik istayotgandir. Lekin hamma o'z qo'rquvi bilan harakat qilsa, fojiaga bir qadam qoladi. Menimcha, 116 qism tomoshabinni ushlab turish uchun juda katta zarbaga ham muhtoj emas. Robiya Komilning ro'parasida turib, ovozi sokin, ammo sovuq ohangda, agar ko'nglingizda unga nisbatan hech narsa qolmagan bo'lsa, nega uni ketkazmaysiz? Desa shuning o'zi yetarli, chunki bu savol faqat Komilga berilmaydi. U Gulbahorga ham beriladi. Komilga ham. Hatto tomoshabinga ham, o'tmish chindan ham uxlab yotganmidi, yoki u faqat hozirgi baxtni olib qo'yish uchun qulay vaqtni kutayotganmidi? Menimcha, agar ssenariy mualliflari hissiyotni yanada kuchaytirmoqchi bo'lsa, bu bo'lim oxirida Komilni jim qoldirishlari kerak. Katta musiqa shart emas, baqiriq ham shart emas. Faqat Robiya o'sha sukunatni eshitsin, keyin bir qadam ortga chekinsin. Mana shu lahza har qanday janjaldan ham og'riqliroq bo'ladi, chunki zulmat ichida yashayotgan ayol uchun ba'zan sukunatning ham shakli bo'ladi. Bu safar esa o'sha shakl Robiya bilan Komil orasida turgan Gulbahorning soyasiga o'xshab qolishi mumkin. Gulbahor va Komilning eski muhabbati haqidagi gaplardan keyin men Robiyaning ichidagi eng katta yoriq rashk deb o'ylagandim. Lekin bu joyga kelganda masala endi shunchaki rashk emasdek tuyuladi. Uni titratayotgan narsa faqat erining yonida boshqa ayolning paydo bo'lishi emas, balki uydagi hamma nimanidir bilayotgandek, faqat Robiyaning o'zi chetda qoldirilayotgandek his qilishi. Bu qismda dard boshqa tomonga buriladi. Endi kim kimni sevgan, kim kimni unutmagan degan gap emas. Gap Robiyaning ko'zlari rostdan ham yana ko'radimi yoki yo'qmi, shunda. Agar javob juda og'ir bo'lsa, Komil buni unga aytishga jur'at qila oladimi? Menimcha, eng qo'rqinchli lahza kasalxonada boshlanadi. Shifokor Komilni alohida chaqirib chiqadi, Robiyaning oldida gapirmaydi. Shuning o'ziyoq tomoshabinga nimadir joyida emasligini sezdiradi.
Chunki shifokor bemorning yonida emas, uning yaqinlari bilan alohida gaplashishga majbur bo'lsa, odatda gap endi yengil bo'lmaydi. Komil yo'lakka chiqadi, og'zini bosishga harakat qiladi. U yaxshi xabar eshitishni xohlaydi, hech bo'lmasa yana biroz kutamiz degan gapni. Ammo bu safar shifokor aniqroq gapirishi mumkin. Robiyaning ahvoli oila o'ylaganchalik oddiy emas. Tahlillar butunlay yomon bo'lmasligi mumkin, lekin korishning qaytish ehtimoli baribir noaniq. Eng og'ir narsa esa o'sha yarim ochiq iborada yotadi. Ehtimol juda past, ba'zi gaplarni eshitganda odam darrov yiqilib tushmaydi. Lekin ichidan nimadir uzilib ketgandek bo'ladi. Komil bir necha soniya qotib qolishi mumkin, yana savol berishga ham tili bormaydi. Chunki savol bersa, javob Robiyaning oxirgi umidini ham juda nozik narsaga aylantirib qo'yishidan qo'rqadi. Aynan shu paytda Habib tasodifan gapning bir qismini eshitib qoladi. Hammasini emas, faqat bir nechta og'ir so'zlarni. Korish ehtimoli past, ruhiy jihatdan tayyor turish kerak, bemorni hayajonga solmaslik lozim. Shu bilan Habib Robiyaga aytishga hech kim jur'at qilmayotgan haqiqatni bilib qolgan ikkinchi odamga aylanadi. Mana shu joy tomoshabinni ichidan siqishi mumkin. Habib yomon odam emas. U Robiyani aldayman deb jim turmaydi. U qo'rqqani uchun jim turadi. Aytib qo'ysa, u sinib ketishidan qo'rqadi. Aytmasa, o'zi ham bu sirga sherik bo'lib qolishidan qo'rqadi. Yaqinlarning og'ir joyi ham shunda, ba'zan ular sir saqlashni himoya deb o'ylashadi, lekin haqiqatdan chetda qoldirilgan odam o'zini tashlab qo'yilgandek his qiladi. Uyga qaytganida Komil endi ertalabki Komil bo'lmaydi. U odatdagidek gapirishga urinishi mumkin, lekin yomon xabar ko'targan odam buni to'liq yashira olmaydi. Ovozi pastroq chiqadi. Qadam tashlashi og'irlashadi. Robiyaning qo'lini ushlashi ham ehtiyotkorroq bo'lib qoladi. Robiya uchun esa har bir mayda o'zgarishning ma'nosi bor. U shifokor nima dedi deb so'raydi. Komil darrov javob bermaydi. U yana kutish kerak, sabr qilishimiz kerak, hali hammasi aniq emas, deb aytishi mumkin. Ammo gap qancha aylanib aytilsa, Robiya uning orasidagi bo'shliqni shuncha ko'proq eshitadi. U erining yuzini ko'rishi shart emas. Ovozi yetadi, u nimanidir yashirayotganini sezadi. Shu orada Gulbahor Komilning tushkunligini ko'rib qoladi. Balki u faqat taskin bermoqchidir. Bir piyola choy, kichkina gap, xavotirli ohang, lekin bunday vaziyatda har qanday mehr noto'g'ri tushunilishi mumkin. Gulbahor unga yaqinroq keladi, past ovozda yaxshimisiz? Degandek so'raydi. Komil darrov javob bermaydi. Aynan shu lahzada Robiya ikki odamning juda yaqin turgan ovozini eshitadi. Agar ko'z bilan qaralsa, bu sahnada hech narsa bo'lmasligi mumkin. Ammo Robiya ko'z bilan ko'rmaydi. U qo'rquvi bilan eshitadi. U Gulbahorning ovozi yumshaganini eshitadi. Komilning sukunatini eshitadi. O'zi eng ko'p gumon qilayotgan ikki inson orasidagi masofa haddan tashqari yaqinligini sezadi. Shu yerdan boshlab Robiyaning hissi oddiy rashk bo'lmay qoladi. Bu go'yo ikki marta xiyonat qilingandek his. Birinchisi, ko'zlari unga qaytishni istamayotgandek. Ikkinchisi, yaqinlari uning nimalarni bilishi yoki bilmasligini o'zlari hal qilishga haqqimiz bor, deb o'ylayotgandek. Menimcha, bu sahnani juda sekin yozish kerak. Robiya darrov baqirib yubormasin. U shunchaki jim o'tirsin, qo'li kiyimining chetini mahkamroq ushlasin, keyin juda oddiy savol bersin. Ikkovingiz nima haqida gaplashyapsiz? Oddiy savol, lekin sovuq. Tomoshabin shu payt uning ichida nimadir allaqachon sinishni boshlaganini tushunadi. Komil sarosimaga tushishi mumkin. Gulbahor ham bir qadam ortga chekinadi.
Ammo aynan shu chekinish Robiyani yanada ishontiradi. U nimanidir ushlab olgandek bo'ladi, garchi aslida hech narsani ko'rmagan bo'lsa ham. Og'riq ba'zan dalil talab qilmaydi, faqat yaralangan odamning ichida haqiqatga o'xshab ketishi uchun to'g'ri vaqt topadi. Habib ham shu yerda og'ir tanlov oldida qoladi. Agar u kasalxonada eshitgan gaplarni aytsa, Robiya butunlay sinib ketishi mumkin. Ammo aytmasa, u Robiyaning taxminlar labirintida yanada adashishini ko'rib turadi. Jimlik cho'zilgan sari hamma bilmagan holda Robiyani ulardan uzoqlashtirib boradi. Oxir-oqibat Robiya yana shifokorga borishdan bosh tortadigan nuqta keladi. Bu bir lahzalik injiqlik emas. Bu juda ko'p bir xil tasallilarning yigindisi. Yana kutamiz. Yomon o'ylamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ammo Robiya uchun bu gaplar asta-sekin haqiqatni yopib turgan pardaga o'xshay boshlaydi. Robiyaning gapi to'g'ri joyiga qo'yilsa, juda og'riqli chiqadi. Agar hammangiz menga faqat achinayotgan bo'lsangiz, unda men zulmat ichida yolg'iz yashaganim yaxshi. U bu gapni kimnidir qiynash uchun aytmaydi. U shunchaki kuchsiz odamdek muomala qilinishiga, haqiqatni eshitishga chidamaydigandek ko'rilishiga ortiq dosh berolmaydi. Komil uchun bu aynan eng qo'rqadigan joyiga urilgan zarba bo'ladi. U o'zini xotinini himoya qilyapman deb o'ylaydi. Ammo Robiya o'z hayotini boshqarish huquqidan mahrum qilinayotgandek his qiladi. Bemor odamga gamxo'rlik kerak bo'lishi mumkin, lekin baribir u hurmatga ham muhtoj. Komil esa uni yo'qotib qo'yishdan juda qo'rqqani uchun, balki mana shu narsani unutib qo'ygandir. Gulbahor ham bu yara ichiga tortilib ketadi, garchi u kasalxona xabari yoki shifokor xulosasining markazida bo'lmasa ham. Uning borligi har bir sirga boshqacha rang beradi. Agar Komil faqat kasallik haqidagi gapni yashirganida, Robiya boshqacha o'girirdi. Lekin Gulbahor uning yonida, aynan u tushkun paytda turgani uchun, bu o'giriq darrov muhabbat haqidagi gumonga aylanadi. Menimcha, bu qism shovqinsiz yopilishi kerak. Robiya o'rnidan turadi, Komil uzatgan qo'lni qabul qilmaydi va devorni paypaslab o'z xonasiga kirib ketadi. U ortiqcha hech narsa demaydi. Komil ham darrov ortidan yugurishi shart emas. Faqat Habib orqada turib qolsin, yuzi oqarib, eshitib qo'ygan haqiqatning og'irligini ichiga yutib, o'sha uyda birinchi marta zulmat faqat Robiyaning ko'zlarida qolmaydi. U haqiqatni yashirayotgan odamlarning orasiga ham sekin tarqaladi. Shu nuqtadan keyin har bir tasalli shubhali eshitiladi. Har bir mehr achinishga o'xshab qolishi mumkin. Komil bilan Gulbahor orasidagi har bir sukunat esa Robiyaning yuragida dalilga aylanishi mumkin. Robiyaning sirlar bilan to'lib qolgan xonasidan chiqqanimizdan keyin hikoya butunlay boshqa burchakka buriladi. Endi kattalar og'riqli haqiqatni yashirayotgan joy emas. Bu yerda xavf o'zini hammasini nazorat qilyapman deb o'ylayotgan bir qizning qo'lida turibdi. Aynan shu fikrning o'zi qo'rqinchli holida muammoga katta yiqilish bilan kirib kelmaydi. U hammasini bir nechta kichik yutuqlardan boshlaydi. Ekranda pul biroz ko'payadi, ichida tezgina hayajon uyg'onadi, keyin esa uning hali yosh, tajribasiz xayoli men bu o'yinning sirini tushundim, deb ishonib qoladi. Kattalar xavfli desa, u ularni hech narsani bilmaydi deb o'ylaydi. Do'stlari ogohlantirsa, ularni qo'rqoq sanaydi. Birinchi tuzoq pul emas, o'zini hammadan aqlliroq his qilishdir, menimcha. Holida juda hayotiy bir xayolga tushib qolyapti. Bola bir necha marta yutsa, buni omad demaydi. Buni qobiliyat deb o'ylaydi. U yutgan paytlarini eslab qoladi, yutqazganlarni esa ataylab unutadi. Ichida men boshqalarga o'xshamayman degan gap paydo bo'lsa, ota-onaning nasihati deyarli quloqiga kirmay qoladi. Baxtiyor aynan shu joyni payqaydi.
U Xolidani darrov majburlash shart emas. Faqat kerak paytda maqtaydi. Senda katta yutuqning belgisi bor, tez tushunasan, hisobni bilasan, omading yurishib turibdi. Bunday maqtovlar yengil eshitiladi, lekin aslida qarmoqdek ishlaydi. O'zini isbotlamoqchi bo'lgan odamni bir nechta shirin gap bilan yetaklash juda oson. Bir nechta kichik o'yindan keyin Baxtiyor Xolidani kattaroq tikishga unday boshlaydi. U buni ochiqchasiga xavf deb aytmaydi. Qo'rqitmaydi ham. Faqat shunday deydi: katta yutmoqchi bo'lsang, bir qadam oldinga chiqishing kerak. Aynan jur'at degan ma'no Xolidaning ichiga tegadi. U endi bola deb qaralishni xohlamaydi. U tan olinishni, oz puli bo'lishini, hech kimning nazoratsiz ham eplay olishini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Uyda esa Umirxon hali ham hammasini telefon tufayli oqish pasaygan deb o'ylaydi. Avvaliga bu juda tanish holatdek eshitiladi. Bola telefonda ko'p o'tiradi, darslari yomonlashadi, o'qituvchi uyga qo'ng'iroq qilib ogohlantiradi. Lekin o'qituvchining keyingi qo'ng'irog'i hammasini og'irlashtiradi. Endi gap faqat baholar haqida emas. Faqat darsda chalg'ish haqida ham emas. Gap Xolidaning sinfdoshlaridan pul qarz olayotgani haqida ketadi. Mana shu joyda ona rostdan ham vahimaga tusha boshlaydi. Chunki bola pul so'rab yurishi endi ko'p o'ynayapti degani emas. U boshqa chegaraga o'tgan bo'ladi. Bola o'yinni davom ettirish uchun pulga muhtoj bo'lsa, bu o'yin endi o'yin emas. Bu uni tortib ketayotgan narsaga aylangan bo'ladi. Umirxon buni darrov Sobirga aytmasligi mumkin. Bir tomondan erining jahli chiqishidan qo'rqadi. Bir tomondan esa qizim shunchaki adashgandir deb o'zini ovutgisi keladi. Menimcha, bu juda tabiiy ruhiy holat. Ota-ona ko'pincha yomon narsani sezsa ham, ichida uni yengillashtirib ko'rsatadi. Balki u darajada emasdir, balki bola shunchaki qiziqqandir. Balki gaplashsak tuzalar. Ammo vaqt o'tgan sari tuzoq yanada qattiq tortadi. Keyin Umirxon Xolidaning telefonini tekshiradi. Bu endi shunchaki qiziqish emas, qo'rqib ketgan onaning instinkti. U qarz so'rayotgan xabarlarni ko'rib qoladi. Balki ular uzun emasdir, juda aniq ham emasdir, lekin onaning qo'lini muzlatishga yetadi. Pulni qaytar, qochib yurishni bas qil, to'lamasang oqibatini ko'rasan degan mazmundagi xabarlar Xolidaning barcha va'dalarini ma'nosiz qilib qo'yadi. Shu paytda Xolida bir nechta o'yinda yutib quvongan qiz bo'lmay qoladi. U telefonini saqlab qolish uchun yolg'on gapira boshlaydi. Bilmayman deydi. Do'stlarim hazillashyapti deydi. Ozgina qarz olgandim deydi. O'zim to'layman deydi. Lekin qancha tushuntirsa, shuncha bir narsa ochilib boradi. Xolidaning o'zi ham qanchalik uzoqqa borib qolganini bilmaydi. Sobir voqeani bilganda, albatta, qattiq munosabat bildiradi. U qizi qarz va xavfli o'yinga tortilgan paytda xotirjam tahlil qilib o'tiradigan odam emas. Uning jahli aslida qo'rquvdan chiqadi, lekin tashqariga baqiriq bo'lib otiladi. U telefonni darhol olib qo'ymoqchi bo'ladi, barcha aloqani uzmoqchi bo'ladi, qizini zaharlayotgan manbani birdan kesib tashlamoqchi bo'ladi. Muammo shundaki, Xolida uchun telefon endi shunchaki o'yinchoq emas. U yerda uning qarzi bor. U yerda unga tahdid qilishmoqda. U yerda u ham qo'rqadi, ham undan ajrala olmaydi. Shuning uchun Sobir telefonni tortib olganida, u faqat ota-onasi o'ynashni taqiqlagan bola kabi qarshilik qilmaydi. U go'yo yagona chiqish yo'lidan ayrilayotgan odamdek vahimaga tushadi. Eng yuqori nuqta vahima ichida otilib chiqqan bitta gap bilan kelish kerak. Xolida agar pul to'lanmasa, ular uyga kelishini baqirib yuboradi. Faqat shu gapning o'zi butun uyning rangini o'zgartiradi.
Umirxon qizi anchadan beri hammasini aytmayotganini tushunadi. Sobir bu ishni birgina tanbeh bilan hal qilib bo'lmasligini anglaydi. Xolida esa birinchi marta butun oilasini xavf ichiga tortib qo'yganini sezadi. Menimcha, bu qism juda hayotga yaqin ohangda qolishi kerak. Xolidani butunlay yomon bola qilib ko'rsatmaslik kerak. U xato qildi, albatta xato qildi. Lekin xatoning ildizi tajribasizlikdan, yutishga bo'lgan ishtiyoqdan, tan olinish istagidan, undan aqlliroq odam tomonidan ishlatilganidan keladi. To'g'ri yozilsa, tomoshabin uni faqat ayblamaydi, jahli chiqadi, lekin xavotir ham qiladi. Baxtiyor ham bu qismda oddiy yomon do'st bo'lib qolmasligi kerak. U ortida turgan odam bo'lishi mumkin. Bir tomondan Xolidani aldab o'yinga tortadi, boshqa tomondan esa o'zi ham boshqa bir guruh tomonidan boshqarilayotgan bo'ladi. Shunda voqea kengroq ochiladi. Agar keyingi qismda Baxtiyorning o'zi ham qarzga botgani yoki yangi o'yinchilarni olib kelishga majbur qilinayotgani ko'rsatilsa, burilish yanada og'ir bo'ladi. O'shanda Xolida faqat yomon do'st qurboni emas, kattaroq tuzoqning bir bo'lagiga aylanadi. O'qituvchi esa bu yerda eshitilmay qolgan qo'ng'iroqdek xizmat qilishi mumkin. U qo'ng'iroq qildi, aytdi, ogohlantirdi. Lekin oila buni yetarlicha chuqur qabul qilmadi. Bu ko'p oilalarda uchraydigan holat. Tashqaridagi odam ogohlantirsa, ota-ona ba'zan oshirib yuboryapti deb o'ylaydi. Voqea pulga, nomusga, bolaning xavfsizligiga kelib urilganda esa, hammasi allaqachon qo'ldan chiqib ketgan bo'ladi. Bu guruhdan keyin eng qiziq tomoni Sobirning qanday yo'l tutishi bo'ladi. U nima qiladi? Qo'rquvini qiziga baqirish bilan chiqaradimi yoki orqadagi odamlarni topishga harakat qiladimi? Agar u faqat taqiqlasa, Xolida yanada ko'proq yashirishi mumkin. Ammo juda uzoq jim tursa, qarz so'rayotganlar yaqinlashishga ulguradi. Menimcha, Sobir avval Baxtiyorni izlaydi. Lekin u bilan yuzma-yuz kelganda, ortda kattaroq odamlar borligini bilib qolishi mumkin. Kompyuterxona, soxta akkaunt yoki o'quvchilarni o'yinga tortadigan guruh. Shunda Xolidaning ishi bitta oiladagi xato bo'lib qolmaydi. U ko'plab bolalar atrofida aylanib yurgan xavfning eshigini ochadi. Bu qismning oxirida, menimcha, Xolida o'chirilgan telefonini quchoqlab o'tirish kerak. Ko'zlari qizarib ketgan, lekin baland ovozda yiglashga ham jur'ati yetmaydi. Hovlida Sobir jim turadi, jahli hali bosilmagan, ammo qo'rquvi g'azabidan kattalashib borayotgan bo'ladi. Umirxon esa qiziga qarab birinchi marta tushunadi. Bolalar ba'zi eshiklarni juda oson ochadi, lekin kattalar ularni orqaga qaytarishi har doim ham oson bo'lavermaydi.